Angrenimiz chiroyli. To'g'risini aytganda, hamma yoq yashil choyshapga burkanganday chiroyli. Qushlar sayrashini eshityapsizlarmi? Angrenimiz juda chiroyli. Bekorga bu gaplarni aytmayapman. Nega deng, chunki Angrenda yaxshi bo'lishi uchun, chiroyli, toza bo'lishi uchun o'zingizni toza qilasiz, to'g'rimi? Har doim uyingizda masalan gilamingizga ham oyoq kiyimingiz bilan chiqmaysiz, misol uchunda toza qilib borasiz. Nega aytyapman? Chunki tozalikka rioya qilaylik. Sizlar onalaringiz qatori katta ayollar shu joylarni tozalaydi. Shunga hammamiz yordam qilsak, tozalik bo'ladi deb o'ylayman. Bu gaplarni nega aytyapman? Siz qatori onangiz yoki sizdan katta ayol, erkaklar shu angrenimizni tozalayapti-da. Hammamiz, har bitta odam o'zini hissasini qo'shib, tim bo'lib musor tashiydiganlar ham qo'yishibdi. Shunga nima deydi? Tozalikka rioya qilamiz deb o'ylayman. Keyin yana bitta gap, hozir avtobusda keldim. Shunaqangi nima deydi? Ko'rib turasizlar. Anaqa katta yoshlarda-da, katta yoshlar kirib turibdi. 6 ta erkak, 4 ta ayol kirib turibdi. Lekin shu yerda ham joy berishmayapti-da. Yoshlar o'tirib olgan, telefonda, telefonda o'tiribman, vaqtim yo'q, qarashga ko'rmadim, hisob qilib o'tirishibdi-da. Shu yerda ham aytdim, turib joy beringlar dedim. Shuni ham hurmat qilaylik, kattalarni, iltimoslardan yoshiga yetaylik hammamiz. Nima deysizlar, qo'shilasizlarmi? Angrenimiz chiroyli bo'lsa, keyin ne только Angren, boshqa joylarda ham shunaqa qiling. Chunki tarbiyaliligingiz bilinadi. Keyin nima deydi, joy beryapsiz, 5 minutlik yo'l avtobusda. Unaqa uzoq ham yurmaysiz, ana o'qimaysiz ham. Prosta-chi bu hurmat anaqada o'zingizga ham qaytadi-da. U siz birovni hurmat qildim, joy bermadim, ko'rmadim, hisob qilmang demoqchiman. Metroda ham, Toshkentda ham, metroda ham telefonda o'tirib olishadi. Nima deydi, yigitlar, qizlar o'tirib olishadi. Shu yerda ham joy bering deb aytishga majbur bo'lasan-da odam. Katta yoshlarga menga bering demayman. Mendan katta yoshlar bor, ulug'larimiz bor. Hurmat qilaylik demoqchiman. Endi olsangiz, olmasangiz fikrimga qo'shilasizlar degan umiddaman. Nima deysizlar?